turmushga chiqmoqchiman. Assalomu alaykum aka, Bobijon kanali. Sizga murojaat bilan telefon qilayotgandik. Men yoshim 37 da. Ismim Mahliyo, 2 ta farzandim bor, o'g'ilcham bor. Uyim, joyim, iymon, e'tiqodli odam bo'lsa, men turmushga chiqmoqchiman. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobojon kanali. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib ketdingizmi? Ko'zingni och, Bobojon aka, ko'zingni ko'rish kerak. O'z tengimni topishim kerak. O'z tengimni topishim kerak, akajon. Bobojon kanalidan men o'z tengimni topishim kerak. O'xshamadi. Birinchisi o'xshamadi. Ketdi 3 oy yashab. 3 oy yashab ketdi. Uyim joyim bor. O'z joyim bor. Pensiyam bor. Pensiyam bor. Onam bor. Onam bor. Onam bilan birga yashaymiz. Birga yashayman onam bilan. Yana gaping bo'lsa gapir. Gapim tugadi. Ana shu Bobojon aka, yaxshimi? Bobojon ukajon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Baxtiyorimga shu o'z tengini topmoqchi biz. Agar shunga to'g'ri kelayotgan qiz duchor bo'lsa, shu bachamni uylantirib qo'yaylik. Bacham yoshi 23 yoshda. 2-guruh nogironi. Bor, bir amallab yashaymiz. Shu o'z tengini topishga yordam qiling akajonisi. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, boshingiz sog' bo'ling siz ham. Dardiga shifo bering sizda ham. Allohim dardingizga shifo bersin. Dardingizga shifo bersin Allohim. Ko'rishguncha akajon. Sog' bo'ling.